Всем приветики. Klipimga nech pul ketganini va qanaqa olinganini xossiligi ko'rsatib beraman. Makiyaj va sochga umuman pul ishlatmadim, chunki ular bilan постоянно reklamaga ishlayman. Menda 7 ta obraz bo'ldi. Shularning hammasiga plus-minus $1,500 ketdi. Ustimdagi mexli troyechkani, kстати, onamniki berdi. Limuzin arenda 6 soatga $600 bo'ldi. 3-obrazimga Munisa kelib sochimni lokon qilib qo'ydilar. Porsche bilan kiyimanga tekinga tushdi. Bu yog'i endi tanish bilishchilik. Syomkani boshlashimiz bilan odamlar ko'payib ketdi. Hamma tomosha qilgani keldi. Raqsga tushadigan 6 ta qiz 6 soatga общий $1000 bo'ldi. Shu joyi lokatsiya $100, videografga $1,500, texnika $700, montaj $400. Hammasini o'zim pulimga qildim, bitta ham reklama tiqqanim yo'q. Men kliplarim uchun spesialni shunaqa derskiy, sтервозный obraz yaratganman, chunki bunaqa obraz O'zbekistonda yo'q bo'lgani uchun. Va mana hamma hayotda shunaqa qiz deb o'ylab, men bilan rasmga tushishga yoki men bilan gaplashishga qo'rqadi. Har ikkita odamdan shu gapni eshitaman. Odam mensimaydi deb qo'rqmanglar. Men hayotda вообще веселый qizman. Просто klipdagi obraz. Xo'sh, davom etamiz. Syomочная komandan ovqatlanishga $200 ketdi. Svetokorreksiyaga $500 ketdi. Syomkamiz 2 kun davom etdi, chunki bir kunda xohlasak ham ulgurmas edik. Mana уже ikkinchi kun sochim bilan makiyajga keldim. Bu yerdan chiqib to'g'ri studiyaga ketdim. Studiya menga $300 ga tushdi. Mana endi hisoblaylik. Общий klipga nech pul расход qildim. Organizatorsiz, prodyusersiz hammasini o'zim qildim. To'g'risini aytsam, shuncha odamga qarab organizovat qilish juda ham qiyin ekan, itdek charchadim. Keyin uyga kelib ozgina yig'lab oldim, chunki rostdan ham qiyin, oson ko'rinishi bilan charchadim.